21-masala. DNKning bir zanjiridagi adenin, guanin, sitozinlarning soni teng, timinlar esa shu zanjirdagi adeninlardan 3 marta ko'p. Agar DNK tarkibida 600 ta nukleotidlar bo'lsa, mana shu DNKdagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Jami 600 ta nukleotid bor. Adenin, guanin, sitozinlarning soni teng, timinlar esa shu zanjirdagi adeninlardan 3 marta ko'p. Adenin X bo'lgani uchun timinlar 3x bo'ladi. Va bularning komplementari ham timin X, sitozin X, guanin X, adenin 3x kelib chiqadi. Tenglama qilib olamiz. Jami DNKdagi nukleotidlar 3, 4, 5, 6 va bu yoqda ham 6 ta 12x bo'ladi. 600 ta x topsak 50. Bu degani ikkinchi zanjirdagi guaninlar soni 50 ta, birinchi zanjirdagi guanin soni ham 50 ta. 600 ta nukleotidlarni 2 ta guanin soniga qo'shib olsak, 100 ga jami vodorod bog'lar soni 700 kelib chiqadi. B javob.